Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motorli ishqibozlari. Mana bu yoqda xolisa yer haydab jarayoniga keldik. Yer haydab bo'ldik. Afsuski o'g'lim bilan haydadik, videoga oladigan odam bo'lmadi. Mana mashet 5 sotikda haydab bo'ldik ketishlar. Endi dizelda juyaga olyapmiz. Nima ekasan Kamol o'zi? Mayli, nima ekasan? Baqlajon bolgarskiymi? Ha, unda sal kattaroq oldirvermaysan. O'shanaqa desam buning eshitadi ayoli. Hozir nima qilsa bo'ladi? Bu ham pleshkada bu ham o'zi. To'g'rilab olsin endi. Qani mana Agoritik katta ekib qo'yar o'zing uchun. bu yara yursal. Kecha ketibdi. Ya to'g'ri ketyapti ya. Izidan ketyapti-yu. Ayolda bu yoqqa sal qo'ydi. Hurmatli obunachilarimiz, ham dizelda ham yukotga yo'l olmaylar. Tezroq olamiz desanglar, benzinlik zo'r, tez yuradi. Qat'iylab ko'tidan tezroq yurish kerak. Dizel sekin, bemalol xo'ja qiladi.